Yaxshimisiz? Biz har xil yoshdagi odamlarni bu yerga taklif qilib, ulardan mundaq bir oddiy savolni so'radik. Navoda sizning o'z yoshingizni tanlash fursatingiz bo'lsa, undaq sizning necha yosh bo'lgangiz bor? Men Bu beqqalit savol ekan. Mening 17 yosh. 20 yosh. 16 yosh. Yana necha yildan keyin 16 yoshlik tug'ilgan kunimni o'tkazalayman. Men cho'nglarning kompyuter oldida xizmat qilishni yaxshi ko'raman. Chunki u chog'da mashina ideyalayman. Chunki 16 yoshda har xil yerga bora olaman. 20 yoshidan burun hammalarning tezroq cho'ng bo'lg'isi keladi. Lekin 18 dan oshgandan keyin, bo'libmi 21 yoshdan keyin hammalarning tug'ilgan kun o'tkazgisi kelmay qoladi. Ham yosh vaqtlarimga qaytsamkan deydi. Meni orzu qilganim 15 yosh. 16 yosh. O chaqda apamiz bizga har kuni qo'rma qo'rib beradi. Nahayt ko'ngillik qizlarga oshiq bo'lamiz. Ular bilan uchrashib chiqalaymiz, ham yuzimizga modellar chiqadi. Chunki o'chaq soqol olman deb yurmaydin. U chaqda o'zingizni tanishga boshlaysiz, lekin dunyoga yolg'iz yuzlanishingizning hojati yo'q edi. 7 yosh. Chunki o'chaqda odamni g'ami bo'lmaydi. Xuddi mening qo'lim qopirib qolgandeklar. 44 yoshimizda 24 yoshimizdagiga qaraganda salomatligimizning asli kelish sur'ati osti bo'ladi. Meningcha men ilgari nurg'un ishlarni ko'ngildagidek qilmagan. Navoda o'tmishga qaytqili bo'lsa, men nurg'un ishlarni texmi yaxshi qilgan yoki ularni boshqacha usulda hal qilgan bo'lardi. Shunga men 2 yosh vaqtimga qaytib qolsam-mu, rozi bo'lgan bo'lardi. Biz hammalardan o'xshash bir savolni so'radik. Qani so'rang. Navoda sizning o'z yoshingizni tanlash fursatingiz bo'lsa, undaqda sizning necha yosh bo'lgangiz bor?